O'rtoqlar, assalomu alaykum. Sizlar bilan anchadan beri narx-navo to'g'risida, texnik ma'lumotlar to'g'risida ma'lumot bera olmadim YouTube'ga. Endi mana xudo xolisa bugun birma-bir obzor qilib, tushuntirib, keltirib, texnik ma'lumotlar bilan tanishtirib o'taman xudo xolisa. Hammaga salom, tuzimsizlar, charchamasizlarmi, o'zingiz sog'-salomatmisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Xudo xolisa salomimizda yangiliklar bor va ushbu yangiliklar bilan bugun sizlarni tanishtirib o'taman. Boshladi unaqada. Xo'p, Lifan KPT Tourist bu to'g'risida ma'lumot bergan bo'lsam, yana bir eslatib o'taman narx-navosi bilan. KPT Tourist 18,5 litrli yoqilg'i bakini hajmi 100 km masofaga 4,5 litr yoqilg'i xarajati amalga oshiradi. Ikkita silindrli radniy motor hisoblanadi. ABS injektor dvigatel bilan jihozlangan. Oldida ko'rayotgan bo'lsanglar, mana ikkita diskiviy tormozlari, ikkita porshondan 4 ta porshon oldida ABSlari bilan birga, orqasida bo'lsa bitta diskiviy va bitta porshonli tormozlar bilan jihozlangan. Zavodskoy primatokda katalizatori korotkий, kichkina dvigateli mana turistali KPT Tourist Sport Turist modeliga kiradi. Bu uzoq yo'lga juda ham zo'r texnika. Bu full komplektatsiyada mana bu bo'ylari tushib chiqadi. Mana elektr start stopli, bu yoqda mana telefoningizga ulanadi. Hop, menyularga kiradigan knopkalari ham bor. Bu yerda mana elektr starter bilan jihozlangan. Xullas, zo'r apparat. Narxiga keladigan bo'lsa, $7,760. Bu yoqda mana yangi plakat osganmiz, bu yoqda skuterlar, yangi chopperimiz obzorga tayinlanmoqda, KPSli kelgan. Hop, KPSimiz mana bu rangidan bor, qora, keyin qizil rangidan ham kelgan. Juda ham bir o'zgacha rang. Bu yoqda KPT 2 kelgan. Shu oy oxirigacha yana yangiliklar kelishib davom etyapti. Ular bilan yana bir ma'lumot berib o'taman, xudo tanishtirib. Hop, KPS 2imiz LF210W modeliga kiradi. Street oldin ko'ryapsiz, mana переверт vilkalar bilan ABS bor, gidrolik tormoz, ikkita porshonli gidrolik tormoz bilan jihozlangan, водяное охлаждение, bitta silindr, 15 talik yoqilg'i bakini hajmi, orqasida bitta porshonli gidrolik tormoz. Mana bunda katalizator bor, buni ovozi unaqa shumli hisoblanmaydi. Lekin Lifan texnikalarining ichida eng yumshoq texnika shu desam ham bo'ladi. Maksimal tezligi 1.0. Yoqilg'i xarajati bo'lsa 100 km ga 2,5 dan 3 litrgacha. Yoqilg'i bakini hajmi 15 litr. Mana takor. Sodda qilib ishlangan. Avarinkalari ham bor bu yerda. Hozir olddan ko'rinishiga bitta e'tibor berasizlar. Mana. Juda ham bir o'zgacha texnika. Yoqadi. Boshlanishiga full komplektatsiyada bu. Hop, buni bosib qo'yamiz. Buni narxiga to'xtaladigan bo'lsa 3400. 3 xil rangida bor: qizil, qora va ko'kin. Ko'kni hozir ko'rsatib o'taman. Bu yoqda mana KPT 2imiz, Sport Turist 2 taligi. Texnik xarakteristikasi bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, buni aytgancha 2 xil rangida bor: oqida va qorasida. Keling, yana oqidan ko'rsataman. Hop, 2 kubli водяное охлаждение, без ABS, gidrolik tormoz oldi orqa, 13 talik yoqilg'i bakini hajmi, maksimal tezligi 135 gacha, injektor. Mana o'zini aniq dugalari bilan jihozlangan. Ovozi ham приятный, unaqa shovqinli emas. Tabloni ko'rsataman, qaranglar, bunda rangi o'zgaradi hamma. Bunisi ekan, mana. Rangini o'zgartirsanglar bo'ladi, o'zingizga moslab. Ko'rasizlar? Hop, ovozi ham приятный. Shovqin bermaydi. Botida mana USB porti ham bor ekan, o'zida mana ko'rib turganingizdek. Kichkina sayohatlarni yaxshi ko'radiganlar uchun. Buni narxiga to'xtalgan bo'lsam, bu ham $3460. O'zgacha ko'rinishda, o'zgacha dizaynda. Xo'p, keyingisi mana hamma yangiligimiz. Bu modellar hali kelmaganda, yaqinda keldi. Hop, birinchi o'p narxidan sizlarga tanishtirib o'ta qolaman. Narxi $4,500. Endi texnik xarakteristikasi bilan to'xtalsam, Crossda gidrolik tormoz, ABS, ikkita porshonli diskiviy tormoz bilan jihozlangan, воздушное охлаждение, ikkita silindr V-образный motor, mana bu havo haydashga mo'ljallangan. Injektorda bu injektor bo'shishga, mana orqasi gidrolik tormoz, bitta porshonli, ovozi ham приятный,
ikkita silindr bo'lgan hisobiga yoqilg'i bakini hajmiga kelgan bo'lsa 13 litr, 100 km masofaga 208 3 litr yoqilg'i xarajatini amalga oshiradi. Maksimal tezligiga to'xtaladigan bo'lsam, bunisi o'chiq ekan, hozir buni yoqamiz. Maksimal tezlik to'xtaladigan bo'lsam 120-125, chunki bular bilasizlar, bunaqa скоростной mototexnikaga kirmaydi, bosish uchun mo'ljallanmagan. Chista A tochkadan B tochkaga maza qilib dam olib haydasanglar bo'ladi. Men o'zim shunaqa deb bilaman. Juda ham bir yaxshi texnika. Hozir zavat qilamiz. Tablolarga e'tibor beramiz. Ovozni eshitasiz. Ko'ryapsiz, mana redli ketyapti. Ana shu guljitil, primator, balobatin hammasini qo'yib tashlashyapti. O'shalarga qo'shnilarga ozor bermaysizlar. Butulga qo'shnilarga, balki ko'chada yurganda u butunlarga ozor bermaslik uchun. Bu mana hozir Yevro standart asosida ishlab chiqarilgan guljitil bilan jihozlangan. Narxiga zo'r bu texnika. Kelgan manimni ko'rgan bo'lsangiz, LF 250 K versiyamiz turadi. U qayerda desanglar, u Samarqandda hozir. Texnik ma'lumotlari Pashti bir xil bu bilan, faqat yoqilg'i bakini hajmi 17 litr. Narxi 4900 bundan bir $400 qimmatroq. Keyingi chopperimizga keladigan bo'lsa, Lifan tomonidan ishlab chiqarilgan K19 modeli. Bu karburator, vajin aqlashdagi bitta silindr, redli motor jihozlangan. Oldi gidravlik, orqasi baraban, yoqilg'i bakini hajmi 14 talik, 100 km masofaga 208 3 litr yoqilg'i xarajati amalga oshiradi. Maksimal tezligi 208. O'zgacha dizaynda, buni ikki xil rangi bor. Qora va bunaqa bardovisi. Narxiga to'xtaladigan bo'lsam, 3000. Maksimal tezligi 120 o'rtoqlar. Bu ham shu turkumga kiradi. Unaqa скоростной emas, lekin juda ham rezvi texnika. Narxini aytib o'tdim. Boyaga mana KPS'imizdan ko'k rangni ko'rasizlar. Sef motor 650 NK ga o'xshab ketadi. Shu rangi. Shu baza ham shunga o'xshab ketadi o'zi. Xo'p, keyingisi mana SR220 miz. Lifan tomonidan ishlab chiqarilgan Street, bu ham karburator ускоритель bilan водяное охлаждение, bitta silindr, 13 talik bak, maksimal kassi 140, oldi gidravlika, orqasi ham gidravlik tormoz, ABS yo'q. Maksimal tezligini aytdim, yoqilg'i bakining hajmini ham aytib o'tdim, 13 talik deb, rasxod 208. O'zgacha yorqin rangda qolgan mana sariq rang. Maza qilib haydasizlar, xudo xolasa. Hozir qani faralari ham mana yongan holatini ko'rsataman. Nimani eslatyapti? Va masalan mana Transformer'ni Bumblebee ga o'xshataman buni. Xo'p, keyingi texnikamiz mana Amazing Lifan tomonidan ishlab chiqarilgan LF152C modeli. Buni o'zi ikki xil versiyasi bor, 175 kubli, 150 kubli. Bu bizadagi 150 kubli narxi qimmat bo'lmasligi uchun shu 150 kublidan olib kelamiz. Cho'ponlarimiz uchun, tog'li, dashtli joylarda yashaganlar uchun juda ham bir optimal variant deb bilaman. Nimaga desanglar, bunda 150 kub bo'lishiga qaramasdan, odatda 150 kublilarda balanser vali bo'lmaydi. Bunda именно shu modelda mana balanser vali bor motorida. Bu degani nima beradi? Sizlarga vibratsiya juda ham kam. Balanser vali bo'lgan hisobi. Mana men ko'rib turgan o'rindiqlar juda ham yumshoqda, charchatmaydi. Buni mana haydaganlar biladi, bagajlar tushadi. Oldida bagajlar bor, zashtiruvchilar bor. Bu full komplektatsiyada. Даже mana shu kurjilargacha ham zo'r. Maksimal tezlik 90, yoqilg'i bakini hajmi 14 litr, 100 km masofaga 2,5 litr yoqilg'i xarajatini amalga oshiradi. Oldi orqa baraban. Aytaman, bunda detallarini nima bunaqa desanglar, maksimal narxi arzon bo'lishi uchun qaratilgan bu texnikamiz. Lekin arzon materialdan foydalanib bo'lgani bilan juda ham sifatli, eng asosiysi motori. Yuragi o'sha Lifan urib turadi. Bilasizlar, maza qilib haydaysizlar. Arzonchi detal deganda gidravlik emas, kalotka, oddiy barabanli kalotka. O'shani nazarda tutaman. Ya'ni tam sifati pasagan degan narsa xayolga bormaydi. Narxiga to'xtaladigan bo'lsa, 21,5 million. Buni to'q rangidan bor, qizili bor, oqi bor, bunaqa oranjiy oluv rangidan bor, yana bitta ko'k matviyimiz bor. Buni hozir bu yerda yo'q ekan. Nuqta qolsa yig'ib qo'yamiz uni. Xo'p, keyingi modelimizga to'xtaladigan bo'lsam, mana Lifan 155 CG150 degan modeli. Buni narxiga to'xtaladigan bo'lsam, hozir paytda 19 million so'm sotilyapti. Boshqa filarimizda
arzonroq ham chiqadi. Kelishtirib beramiz. Narxiga juda ham zo'r. Ko'rjilari bor. Bunda Lifan'da 150 kubli 9,5 metr yoqilg'i bak, 2,5 metr yoqilg'i xarajati, 100 km masofaga maksimal tezlik 90. Tablolarga e'tibor beringlar mana. Tablosi parasi 4 burchak. Bu Lifan'niki. Narxini eslatib o'tdim, 19 million sotilyapti Toshkent shahrida. Shahrisabzda filialimizning narxlari boshqacha. Unga telefon qilsangiz gaplashamiz. Xo'p, imini shu modellarga ham boshqacha. Yana eslatib o'taman. Endi qaranglar, Lifan'ning CG150 sini ko'rdinglar. Xuddi shu, faqat mayda-chuyda detallarda farqi bor. G-Fox tomonidan ishlab chiqarilgan. G-Fox bu o'zimizning brend. Mana, ko'rjisi bo'lmaydi. Tablosi dumaloq pari, dumaloq tablo. Qolgan texnik xarakteristika bir xil. Motori ham bir xil. Faqat brend o'zimizning G-Fox. Narxida farq bor shuni hisobiga. Buni narxi Toshkent filialimizda 17 million so'm. Maksimal tezligi 90, yoqilg'i bakining hajmi 9,5 metr, 100 km masofaga 2,5 metr yoqilg'i xarajati amalga oshiradi. Buni ham 3 xil rangida bor, qizil, qora, ko'k ranglarda bor. Bu yerda mana Sherxonimiz. Sherxon modeli 150 kubli, oldi gidravliki, orqasi baravan tormoz bilan jihozlangan, yoqilg'i bakining hajmi 13 litr, 100 km masofaga 2,5 metr yoqilg'i xarajati amalga oshiradi. Maksimal tezligi 90. Farlar mana tablolarni ko'ryapsizlar. 150 kub, shtanga motor hisoblanadi, dezbalanser val, ko'rjigi yo'q. Lekin gabariti CG-larga qaraganda kattaroq ishlangan. Juda ham e'tibor bersanglar bo'ladi. Maza qilib haydaysizlar. Uni hozir faqat ko'k rangi qoldi. Oldin qora, qizil ham bo'lardi. Uje sotilib ketdi, hammasi yaxshi ketdi. Endi ko'k rangidan qoldi. Bu yoqda mana yana ko'k rangli. Keyin Jojo skuterlarimiz ham bor, pol avtomat. Bularni men sizlarga texnik xarakteristikani yana bir tanishtirib o'taman. Oldi orqa baraban tormoz bilan jihozlangan. Oldida balon, orqa balon razmerlari 17. Bu degani uncha chuqur sezmasdan o'tib ketaverasizlar. O'zi ixcham texniki. Yoqilg'i bakining hajmi 3 litr, rasxodi 100 km ga 1,5 metr. Mana. Ko'rinishi mana 3 xil rangida bor, qizil, qora, ko'k, yo'da oq mana. Sizlarga hozir bitta ko'rsataman, qaranglar. Mana plastik. Shu plastik meni vesimni ko'taradi. Vesim 80, bo'yin buri 90. Endi qarab qo'yinglar sizlar. Mana. Ko'ryapsizmi? Ko'ryapsizlar? Bu sim ketmaydi. Buni kelib o'zinglar ham tekshirib ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham joni mustahkam ekan marka. Korobka uzatmalar qutisi, korobka perdachasini aytaman. Sipleniya bo'lmaydi. Bu avtomatda mana 4 ta karusel bo'ladi. 1 2 3 4 ta qilib ketaverasiz. Maksimal tezligi 80-90 atrofida, lekin 90 ga chiqib ko'rmadim. 80 ga chiqdim. Bu aytayapman-ku, bu shahar uchun ham idealniy apparat. Ingichkaligini ko'rasam, любой teshuvga kirib ketadi mana. Mana, ko'rasizmi? Maza qilib haydaysizlar. O'singlar. Narxini aytib o'tmadim. Narxi 17 million so'm. Bu yerda mana 14 milliondan mopedlarimiz bor, Delta modeli. Delta bilan tanish bo'lmaganlar uchun yana bitta tanishtiraman. Oldi orqa barabar tormoz bilan jihozlangan, 50 kubli dvigatel. Yoqilg'i bakining hajmi 3,5 litr, 1,7 100 km ga rasxod. Maksimal tezligi 60-70 da yuradi. 3 xil rangida bor edi. Hozir bu yerda 2 xil rang qoldi. Keyingisi bu yerda skuterimiz. Skuterlarimiz mana T13 modeli, bu yangi model hisoblanadi. Oldi gidravlik, orqasi baraban, 2 xil rangida bor. Mana. Juda ham bir yoqimli rang. Bazasi kichkina, qulay, shahar ichida dastavkada foydalansanglar, maza qilib ko'zlangan manzilga yetkazadi. Unaqani katta emas. Bemalol oralardan ham o'tib ketaverasizlar, 2 xil rangli. Hop, texnik danisi bilan to'xtaladigan bo'lsam, 5,5 metr yoqilg'i bakining hajmi, 3,5 metr 100 km masofaga o'sha oddiy skuterlardagi xarajatlarni amalga oshiradi. Lifan T13 narxi 17 million so'm. Kerak bo'lsa nalishlar bor, bemalol kelaverasizlar. Lifan tomonidan ishlab chiqarilgan. Bu yerda mana Tank 2025 modelimiz. Ushbu Tank 2025 modelimizni yaxshi ketyapti hozir.
orqasi baraban, oldi gidravlический tormoz, 5,5 metr yoqilg'i bak, 3,5 metr 100 km masofaga yoqilg'i xarajat amalga oshiradi. Hozir pribорный panel, joystiklarni ko'rsataman, mana ko'rasizlar. Mana o'chiradi, mana yoqadi. Mana tablosi maksimal tezligi 90. Faralarni e'tibor beraylik, faralariga mana. BMWga o'xshab ketadi. GS modeliga. Buni ham narxi 17 million so'm. Buni ham 3 xil rangida bor. Hop, oranjoviy, qizil va sariq aralashgan qora. Texnikalarimiz bor. Bu yoqda yana hop 2Y modeli LF152Y. Buni texnik xarakteristikasini tanishtirib o'taman. Bu ham yangi keluvdi. 150 kubli воздушное охлаждение, oldi gidravlika, orqasi baraban. Amortizatorga e'tibor berasizlar. Boshqacha qilib ishlangan. Mana. Ko'rasizlar gaziga. Xo'p, yoqilg'i bakining hajmi 13 litr, 100 km masofaga 2,5-3 litr yoqilg'i xarajatni amalga oshiradi. Elektronniy tablo, mana. 5 ta uzatmalar qutusidan iborat. Mana USB-lari ham bor. Maksimal tezligi 90, 150 kub bo'lgani hisobiga. Narxi вообще shikolat 23,5 million. Buni 3 xil rangida bor, mana bunaqa to'q ko'k rangi bor, qora va seri rangida bor. Xolisalik korobkada ham yig'ib beramiz. Xolisalik korobkada beramiz ham, o'zingiz yig'ib olasizlar. Xo'p, bu yoqda mana o'zimizning eng yoqimli, sevimli xalqimizning Lifan KP200 Erakiz modeli, xalqimiz sevib haydaydigan texnik xarakteristikasini yana bir bor tanishtirib o'taman. Oldi orqa gidravlik tormoz, yoqilg'i bakining hajmi 13 litr, 100 km masofaga 208-3 litr yoqilg'i xarajatini amalga oshiradi. Mana buni maksimal tezligi 135. Mana tablosini ko'rsataman, hammasi yoqib adashmasam. O'zgacha dizaynda. Menga mana shu rang ko'proq yoqadi. Ko'k bilan birga. Xo'p, rasxodlarni aytdim. Zavodskiy primatoklarda. Mana. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, 29 million so'm. Водяное охлаждение, карбюратор ускорительный. Zo'r apparatda bular. Mana bu yerda men eng yoqtirgan mavzu endurolar. Xo'p, Lifan tomonidan ishlab chiqarilgan X-Trail 200 kubli воздушное охлаждение, oldi gidravlik, orqasi baraban. Yoqilg'i bakining hajmi 11,5 metr, 100 km masofaga 2,5-3 litr yoqilg'i xarajat amalga oshiradi. Bu boshligiga qarab, podiyomlarga qarab. Ko'zlangan maqsadligiga bemalol olib chiqadi. Besi ham yengil, charchatmaydi, yurishi ham zo'r. Oldi mana teleskopический vilka bilan jihozlangan. Bu yumshoqroq berib yurishga qaraganda, lekin zo'r. Kickstarterlargacha ham bor. Maksimal tezligi 114-115. Juda ham bir o'zgacha texnika. Buni yaxshi ko'raman. Xudo xolasa, keyingi oy, iyun oyida 19-da Arashanda musobaqa bor. Balki Alloh nasib qilsa shunda chiqamiz yana. Xo'p, narxiga to'xtaladigan bo'lsam, buni 28 million so'm. 3 xil rangida bor, qizili ham bor. Bu korobkada yig'ib beraman xolisanglar, muammo yo'q. Bu yoqda mana GY 3 250 kubli X-Spec modeli, Turenduro, oldi 21, orqasi 18, 250 kub воздушное охлаждение, oldi orqa gidravlический tormoz, yana yetmaganiga bunda nima bor? Progressiya bor, конечно. Bu ancha toshlarni tutadi, sakratmaydi, maza qilib yurasizlar. Bo'yin 1.90, shu bo'y razmerligi juda ham qo'l keladi, lekin undan ozgina pastroq bo'lsa, sal qiynalib qolasizlar, chunki tikka mototexnika. Mana elektropриборный panellari вообще juda ham o'zgacha bu texnika. O'zi bu yo'nalishda texnikaligi juda ham mehrim boshqacha. Chunki erkinlikni yaxshi ko'radi odam, tabiatni yaxshi ko'radi. O'shaning uchun maza qilib foydalanasiz. Narxiga to'xtaladigan bo'lsam, hozir paytda $2850. Где-то 37 million so'mlar atrofida chiqadi. Mana. Xudo xolos oy oxiriga yana texnikalik keladi. Va sizlarni birma-bir tanishtirib o'taman bu texnikalar bilan ham. Bizdan uzoqlashmisizlar, xudo xolasa, kimda qanaqa savol va murojaatlar bo'lsa, bemalol telefon orqali murojaat qilsanglar bo'ladi, yoki kommentariyada ham gaplashaveramiz. Ko'rganni ko'rishganda hamisha xursandmiz, joningiz sog' bo'lsin. Rahmat.